Ishonch mahallasida ishonchli qadamlar tashlanmoqda. Boisi mahallada parrandachilik yo'nalishida tadbirkorlar kun sayin ko'paymoqda. Xususan kuni kecha mahalladagi 4 ta xonadonga 3000 dan ziyod inkubatorda yetishtirilayotgan broyler jo'jalari olib kelib tarqatildi. Bu nafaqat bir nechta xonadonning, balki butun mahalla hayotiga yangi nafas, yangi imkoniyat olib keldi. Yetishtirilayotgan broyler jo'jalari 40-45 kun ichida parhez go'sht mahsulotiga aylanadi. Aholi endi uydan chiqmasdan daromad topmoqda. Buning qulayligi shundaki, hamkor korxona nafaqat jo'jani, balki yem-xashagini ham olib keladi. Eng muhimi, tayyor mahsulotni ham o'zi sotib oladi. Ishonch mahallamizda bugungi kunda tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash hamda ularni aholini daromadga ega bo'lish maqsadida bir qancha ishlar amalga oshirilib kelmoqda. Xususan bugungi kunda mana shu mahallamizdagi parrandachilik yo'nalishiga qiziqqan, unga parrandachilik yo'nalishini ga imkoniyati bor xonadonlarni tanlab olinib, broyler jo'jalarini yetkazib bermoqdamiz. Xususan mana bugungi kunda 4 ta xonadonimizda 3000 ta broyler jo'jalari bugun tarqatildi. Hozir shundan 2 ta xonadonimizga 1000 donadan, 2 ta xonadonimizga 500 donadan broyler jo'jalarni maxsus tayyorlangan xonalarda ularga boqish sharoitlari mavjud xonalarga joylashtirib tarqatib keldik. Bu yo'nalish bo'yicha kelgusida ham yana bir qancha ishlarni amalga oshirish rejalashtirib qo'yilgan. Fuqaroning zimmasiga esa faqat mehnat, sabr va mehr tushadi. Xalqimizda mehnat qilgan och qolmaydi degan naql bejizga aytilmagan. Albatta bugun Ishonch mahallasida harakat bor. Ertaga esa yutuq va baraka bo'ladi. Baraka mehnatda degan xalqimiz endi bunga amalda guvoh bo'lishmoqda.